Xo'p, assalomu alaykum. Xudo xolisa mana yangi qo'yxonamizda ham ishlar avjida. 50 mashina shag'al ketdi. Zasipkaga polni tekisab oldik. 15 mashina musor chiqdi. Mana stoykalar qo'yish boshlandi. To'g'rirog'i stoykalarni qo'yib olishdi. Bugun shipper bilan yog'ochlar kelyapti tomga. Mana общий stoyka qo'yildi bu yoqqa. Bu yoqda mana ikkinchi qator stoykamiz. Общий tekis bo'lgan mana. Taxminan 600 bosh qo'chqor boqishga joy qilindi. Bugun yog'och shipperlar keladi inshaalloh. O'rtada katta hovlicha bo'ladi. Mana bu yerda o'rtada ikkita chekkada qo'y boqiladi, xudo xolisa. Şimdi kasal-pasal qo'ylarni sotib qurilishni qilib yotibmiz, xudo xolisa. İnşallah bitib qoladi. Zasipkada ozgina pastroq bo'lib qolgan joylar bor ekan, ustunlar qo'yilgandan keyin bilinib qoldi-da, ko'zga tekisga o'xshab turuvdi. Ustunlarni qo'ygandan keyin pastligi bilinib qoldi. Shunga chala joylarni zasipkasini ozgina qo'yamiz. Mana shunaqa qilib xudo xolasa inshaalloh qoladi.